davamlıq aşındaq yaxşı klublarga yetkizüş. Salam köpçülük, men Elit Yami Futbol Klubuning treneri Erpan Terner. Aldığımız kilovatgan bahar bayrami şundaqla ta'til munosabati bilan keng xalq ommasiga biz Elit Yami Futbol Klubi nomidan sizlarga chin ko'nglimizdan salom yo'llaymiz. Undan boshqa biz shu oyning 2 oyning 1 oyning 15-kundan 2 oyning 15-kunga bo'lgan shu bir oy vaqtni ta'til munosabatlik ta'tillik mashqimiz qildik. Undan boshqa yana minglarga ayon bizning shu G'ul shahrida birdan-bir ko'lamlashgan, naytdan bir sistemlashgan, shunga o'xshash bir G'uljininki qish sovuqlaridan daldi bo'lgan o'lchamlik maydonimiz bor. Undan boshqa yana bizning naytdan bir kasblashgan trenerlarimiz bor. Shunga shu qish ta'til mezgilida bolalarni shunga o'xshash issiq muhitda, zal ichida, undan boshqa yana kasblashgan trenerlar qo'lida tarbiyalashni o'ylashmoqda ota-onalar bo'lsa, biz sizlarni shu yerda, ya'ni Elit Yami Futbol Klubininki qishliq mashq bazamizda har qaysilarni shu yerda saqlaymiz. Bizning uchun yurganlarni qo'llab-quvvatlashinglarni chin yuragimizdan ham umid qilamiz. Undan boshqa yana biz shu aldığımızda kelayotgan bahar bayrami munosabati bilan butun Şinjan bo'yicha keng ko'lamli o'tkaziladigan yosh o'smirlar futbol musobaqasi yana bizning shu Turpan diyorimizda o'tkaziladi. Ya'ni bu musobaqa o't yurti lo'nqisini talashish musobaqasi deb biz 3-navbat o'tkazilishi. Biz tunji navbatida biz Elit Yami Futbol Klubi qo'sh chempionlikni qo'lga keltirgan. Shunlashqa shu musobaqa sababi bilan bizni yaqindan qo'llab-quvvatlaydigan shu shirkatlar, korxonalar yoki tijoratchilarni bizim şu musobaqa orqali o'zimizning tashviqoti, o'zimizning ko'lamlashgan klubimiz orqali yana shu Şinjan bo'yicha eng yuqori saviyada o'tkazilgan shu o'smirlar musobaqasi orqali sizlar bilan keng ko'lamda biz hamkorlashmoqchi. Shunga shu musobaqaninki tashviqoti, ta'siridan foydalanib o'z mahsulotini, o'zining tijoratini tashviq qilishni o'ylaydigan shunday bir tijoratchi do'stlarimizniki bizning Elit Yami Futbol Klubi bilan shu musobaqa bilan biz bilan yaqinda yordamda bo'lishini, biz bilan hamkorlashishni yana bir qatim chin yuragimizdan umid qilamiz. Undan boshqa yana bir yilki bizning 2025-yilgi planimizda nihoyatda cho'ng bo'lgan planlarimiz bor. Keng xalq ommasiga ayon biz ilgari Qangda Futbol Klubi, Shandongluning Futbol Klubi, Hangzhou Futbol Klubi, Wuhan Shandong Futbol Klubi qatorliq shundaq mamlakatimizdagi darajadan tashqari futbol klublarininki yosh o'smirlarni tarbiyalash bazalariga bolalarimizni yetkazgan ham shundaqla shu klublar bilan hamkorlik o'rnatgan. Yana biz 2025-yili yana davomli shu klublar bilan texnik keng bo'lgan hamkorliklarimiz orqali bizning shu futbol klubimizda tarbiyalangan nuqtaliq bo'lgan shu klublarga berish saviyasi yetgan bolalarimizni biz yana davomli shunday yaxshi klublarga yetkazish, ham shundaqla shu klublar bilan hamkorlashish, trenerlar u klublarga berib o'rganish, undan boshqa yana bolalarimizni sinaq mashqqa o'rlashtirish degandek shunday cho'ng ko'lamli yaxshi planlarimiz bor. Undan boshqa Arling Sansibey, ya'ni undan boshqa yana Luning Bey, ya'ni bir yil qishda o'tkazilgan Xindabi qatorliq shunday musobaqalarga biz hozirdan boshlab yil 5dan boshlab jiddiy tayyorlik qilyapmiz. Shunlashqa futbolda alohidaligi bo'lgan shunday bir farzandlari bor oilaning, ota-onalarningki biz bilan yaqinda hamkorlashib shu bolalarni texnik yuqori sahnaga olib orzusi bo'lgan ota-onalarning biz bilan yaqinda bo'lishini, bizni qo'llab-quvvatlashini chin yuragimizdan umid qilamiz. Undan boshqa yana shu mamlakat ichida o'tkaziladigan yosh o'smirlar musobaqasini biz shu Şinjan futbolchilar birlashmasi qatorliq yuqori saviyali o'rinlar bilan biz bir yaxshi bir hamkorliklarni ilib keldik. Biz bu xush xabarni yaqinda barliq to'r ahliga jakarlaymiz. Shunlashqa bizning Elit Yami Futbol Klubini yaqindan qo'llab-quvvatlashinglarni chin yuragimizdan umid qilamiz. Rahmat sizlarga.